Kubat apparati qanday yasaladi va qanday teriladi, qanday ishlatiladi, hamma savollarga yechim beramiz. Birinchi navbatda buni pastda shunaqa joyi bo'ladi, suv turadigan joyi. Buni setkasi bo'ladi. Setkasini qo'yasizlar. Va shunaqa tuxum soladigan joylar bo'ladi, aylantiradigan. Buni qo'yasizlar. Simni chiqarib olasizlar. E'tibor berasizlar, shunaqa sim turadigan joyi terada turadi. Buni o'rnaydi. Shunaqa chekkalarda oyoqlar bo'ladi, shuni ajratib qo'ysak bo'ladi. Va shunaqa narsasi bor. Buni terib olamiz. Bunda ishlatsalar ham bo'laveradi. Misol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qatorli ekan, tuxum qoladigan solaverasizlar. Bunga yana qo'shmoqchi bo'lsanglar, xuddi shunaqa qilib yana terib olinadi. Endi ikkinchi simdan terish jarayoni qanday bo'ladi desalar, shunaqa simini o'rtasidan o'tkazib olasizlar. O'rtasidan o'tkazib, shunaqa joyi bo'ladi, shunga ulab qo'yasizlar. Bo'ldi. Buni ham terasizlar shunaqa qilib. O'sha. Ikki qator qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Endi bu 192 taligi uchun bunga shunaqa yana uchinchisi ham bor, doполнительно ulab ketaverasizlar. 5 ta 6 tagacha ulaverasizlar. Bunga xuddi shunaqa simini orasidan chiqarib olamizda. Simni orasidan chiqarib olganimizdan keyin xuddi shunaqa ulaydigan joyi bor, bunga ulab qo'yamiz. Va asosiy miyani oxirida shu joyga o'rnatasizlar. Bo'ldi, endi bu miya hammasini boshqaraveradi. Ventilator hamma narsasi yetadi mana. Po'k har doim bo'lsin, po'kini olib tashamanglar. Mana 3 etajli bo'ldi. Buni havo ochiq joylarda saqlanmaydi, iloji bo'lsa havo yopiq joyda saqlasak ham bo'ladi. Shunaqa joyini qo'yamiz. Apparatimiz ishladi. Buni funksiyalariga keladigan bo'lsak, bu chirog'i. Bitta bosib tursanglar, shu joyda pilot o'tganmi, o'tmaganmi, 4 kunlik tuxumdan boshlab bilaverasizlar. Bu set boshqarish. Bunda ruchnoyda xohlagan narsalarni belgilab qo'ysalar bo'ladi. Namligini, gradusini hamma yo'lda belgilab qo'yasizlar. Mod degan joyini bosib turasizlar. Mana o'rtaga o'tdi. Kun sanayapti. Namli va issiqlik bo'ldi. Hozir issiqlik 38 bo'lishi kerak, 31. O'zi ko'tarib oladi. Namli 60 bo'lishi kerak, 60. 120 minutda aylantirish kerak. Bugun birinchi kun. Bu o'rtadagi g'ozga o'tadi. Fazan, har xil nimalari bor, funksiyalari bor. Bedana deysizlarmi, boshqa narsa deysizlarmi? Va oxirida ruchnoy bor. Ruchnoyda plus minus degan joydan o'zingizlar gradusni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Kimgadir gradusini yoqmaydi, o'shalar o'zi qilaveradi bemalol. Endi bosib tursanglar, to'q o'tadi, bo'ldi. 38 gradus bo'lishi kerak, namli 60% bo'lishi kerak. Mana namli 62%, 31,5 gradus issiqlik. Bu sekin ko'tarib oladi, kuni, vaqti hamma yo'qni o'zi hisoblayveradi bu. Suv kamayib ketsa, shu 3 chala joydan suv quyilaveradi. Bir kunda o'rtacha bitta stakanda suv ketaveradi. O'zidan ham faqat bilib olasizlar yana. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib esdan chiqmasin.